Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika Savdo İşləri katibi Gina Raimondo Amerikanın Xitayning iqtisodiy kuchiga qarshi turishini talab qildi. Raimondo Xitoy hukumatining Xitoy Aviasiya şirkatining Amerikaning 10 milliardlarcha dollar qiymatidagi aeroplanini sotib olishni cheklaganligini, Xitoy hukumatining aql mulk huquqiga hurmat qilmaydiganligini, Amerika shirkatlarining IP nomerini o'g'irlaydiganligini, Xitoyda tijorat qiladigan Amerika shirkatlariga nurg'un to'siqlarni qo'yganligini, Amerikaning yana kishilik huquq dafsanchiligi sababidan Xitoyga taqobil turishi kerakligini, Biden hukumatining Yevropadagi ittifoqdoshlari bilan texnik ko'p hamkorlashib, davlatlar bilan qoida va texnika o'lchimini o'tirib qo'ymoqchi bo'lganligini aytdi. Bu baho Xitoyning iqtisodiy ta'siriga qarshi turish va Xitoy hukumatining Amerika shirkatlariga tutgan muomalasi bilan Amerikaning uzun yillik masalasini hal qilishni o'z ichiga oladi. Raimondo Avam palatasini Amerika yerim o'tkazgich yasashni ilgari surishga 52 milliard dollar mablag' bilan ta'minlaydigan Amerika o'zi qonunini ma'qullashga chaqirdi. Bu qonun allaqachon Kengash palatasidan o'tdi. Xitoy tutqun qilingan Uyg'urlarning mol-mulkini Kimartoq savdosi orqali sotib, millionlarcha dollar kirim qilgan. Wall Street Journal'ning xabariga qaraganda, Xitoy Sharq Turkistonda tutqun qilgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning mol-mulkini 10 million dollarga Kimartoq qilib sotgan. Dokladda aytilishicha, 2019-yildan boshlab 84 million 800 ming dollar qiymatidagi 21 kishining mol-mulkini yerli xalq sud mahkamasi elektronlik savdo to'rbekatlarida Kimartoq qilib sotgan. Uy mulk setilgan mol-mulkning mutlaq ko'p qismini egallaydi. Setish tizimligining ichida oila saymonlari bor. Kimartoq savdosi Uyg'ur jamiyatidagi boyliqlarni parchalashni, savdo boshlamchilarini yo'qotishni nishonlagan. Mol-mulki Kimartoq qilib setilganlarning biri 2017-yili terrorlikqa mablag' yordam berish bilan qoralanib qo'lga olingan eksport tijorati bilan shug'ullangan Abdujalil Hilal bo'lib, 11 million dollarlik mol-mulkini hukumatga topshirishi kerak. Uning bir binosi Taobao'da 8 million 300 ming dollarga sotilgan. Bu Xitoyning Amazon'ga barobar. Wall Street Journal'ning Xotan shahridagi savdo xotirasiga nisbatan elib borgan analiziga qaraganda, Uyg'ur eglik tiklovchilarning mol-mulklarini to'g'ritish buyrug'i 2018-yildan boshlab avjiga chiqqan. Kanada amaldorlari Amerikani o'z ichiga olgan ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib, Xitoyga besim ishlatilishi natijasida Xitoyda necha yildan beri tutib turilayotgan Kanadalik Mashal Kourik va Mashal Sparrow qo'yib etilib Kanadaga qaytib keldi. Bosh minister Justin Trudeau seshanba kuni tushdan keyin qilgan so'zida ikki mashalning qo'yib berilishiga kafolatlik qilish uchun hayron qolarlik darajada jafoliq ishlagan hukumat xizmatchilari, diplomatlar va amaldorlarga, shuningdek Xitoy hukumatiga besim ishlatgan Amerikani o'z ichiga olgan davlatlarga rahmat aytdi va biz davlatimizning qonun bilan idora qilingan davlat ekanligini namoyon qila oldik. Adliya sistemimizning asosiy qoidalarini qo'llanishdan aslo voz kechmadik. Biz dunyoning har qanday joyidagi xato tutqun qilinib turmaga qamalgan insonlarning haqlarini qo'llaymiz dedi. Amerika prezidenti Joe Biden ular qo'yib berilishdan burun Xitoyga qo'yib etish uchun besim ishlatgan edi. Trudeau hukumatidan nemishqa Husayn Jalilning qo'yib berilishini qo'lga keltirilmaganligi so'ralganda, Sparrow va Kourikning siyosiy sabablar bilan qo'lga ilinganligini, buningga nisbatan Kanada va dunyoning jamoat fikrining kuchayib ketganligini aytdi. Sparrow va Kourikqa o'xshamaydigani, Kanadaning konsulxona amaldorlari Husayn Jalil bilan ko'risholmadi, chunki Xitoy Husayn Jalil 2005-yilda erishgan Kanadaning qo'sh davlat tavalligini e'tirof qilmaydi. Ottavadagi Carleton universitetining Kanada-Xitoy munosabati mutaxassisi Jeremy Baltistel Husayn Jalilning delosini hal qilish texnik qiyin bo'ladi, chunki Xitoy uni Kanadalik sifatida qo'lga olmadi. Bir qism Uyg'urlar Xitoy turmasidan shartli qo'yib berilgan bo'lsa-mu, qiyin sharoit ostida yashamoqda. Husayn Jalilmo o'xshash ahvolga duch kelishi mumkin. Uning erkin so'zlashi, hatto Kanadaga kelishi mumkin emas. Uning hayot yoki hayot emasligi noma'lum dedi. Husayn Jalilning ayoli Kamila Kanada amaldorlarining Amerikani o'z ichiga olgan xalqaro kasbdoshlar bilan qanday hamkorlashganligini ko'rgandan keyin uning erkinlikka erishishning mumkinligini,
Kanada əməldarlarının Xi Jinping yoki Xitoyning har qanday organi bilan birlikdə söhbət ötküzüşü yoki alayda elçi orqali Hüseyin Celilni qo'yib etishni talab qilishi kerakligini, Kanada əməldarlarının erining ahvolini anglamaganligini aytdi. Hüseyin Celilning qo'llovchilari Hüseyin Celilning qo'yib etilishining Kourik va Spavorni ozod qilish kelishimining bir qismi bo'lishini umid qilgan bo'lib, saylam kunidan burun tutib chiqqan partiyaning uning erkinligini qo'lga keltirish uchun alohida elchi tayinlashini talab qilgan. Bu doklad Kanada matbuotlarida 2021 yil 28 sentabr tunji qitim e'lon qilingan. Allah seni hür yaratgan ekan, sen hech kimga qulluq qilma. Bütün insanlar Allah'ның kuludur. Hiç kim bendening kulu emasdir. Haqsizlikqa bosh egma. Chunki haqqing bilan birga sharponimi yo'qitib qo'ysan deydi Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Qulga qulluq qilish insonga, bo'libmi musulmonga yot bir illat. Allohga qulluq qilish insonni yuksaltadi. Allohning qarshisida egilishga arziydigan qudrat egasi ekanligini insoniyat olamiga namoyon qiladi. Allah insonga o'ziga nasiba qilib bergan zaminni qo'g'dashni farz qildi. Chunki inson o zamin ichida hur va baxtiyor yashay oladi. Shunga Allohning bu omonatini qo'g'dash, saodatga erishishda tuproq uchun borliqni taqdim qilish talab qilinadi. Bu insonning martabasini ikkili dunyoda ustun qiladi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.